Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Mana bugun Andijonga, Marhamat tumaniga 5 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatdik. Ammo lekin bugun qiynalmayapmiz mana. Salqin, o'riga rahmat. O'ri salqini tushib turibdi. Har doimgidek panellarimiz Jinko brendiga tegishli panellar. Xonadon egalari 5 kilovat quyosh panel o'rnatib berishni so'ragandilar. Biz ularga yaxshi taklif aytdik. Taklif shunday bo'ldiki, siz 10 kilovatli invertor qo'ying, panelini 5 kilovat qo'ying deb aytdik. Ular rozi bo'ldi. Bunga sabab keyin yana panel qo'shmoqchi bo'lsa, shunga sharoit qilib ketyapmiz. Kimga qanaqadir 20 kilovatga 10 kilovat panel qo'yish kerak yoki 50 kilovat invertor qo'yib 10 kilovat paneldan qo'shib ketsam bo'ladimi degan savollar bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Daromad yaxshi bo'lyapti. Davlatimiz 1000 so'mdan pul to'lab beryapti har bir kilovatiga. 10 kilovatli quyosh panel stansiyasi hozirgi kunda 1300 kilovatdan 1,5 kilovatgacha to'y ishlab chiqaryapti. Yaxshi rezultat. Yozda yana xudo xolasa yana ham ko'tarilish kutilmoqda. Ideal elektrik jamoasiga aloqaga chiqinglar. Men o'zim ustaman. Men bloger basman. Mana shularni ham o'zimiz o'rnatdik. Hozir pastga tushib, pastda invertor jarayonlarini ko'rsatamiz. Pastda nima qilamiz? Tushganimizda bunday qilib yuboraman. Biz pastga tushdik. Montaj jarayonlarini ozgina ko'rsatib o'taman. Montaj jarayonimizda bu shurpyor nima qilyapti qo'limda? Ha, bo'ldi, ish tugadi, olib qo'y. Xo'p, montaj jarayonlarimizda ACDC chaqmoq qarzlashlar qo'yilgan. Dizmaylarimiz qilingan. Invertorimiz har doimgidek DEA 220 xonadonlar uchun yaxshi ketyapti. Mana shu 10 kilovat, hali tepada videoda aytganimdek panellarimiz 5 kilovat, invertorimiz 10 kilovat. Keyinchalik yana 5 kilovat qo'shishlarni hisobga olib zapasi bilan qo'ydik. Bu invertorimiz 15 kilovatgacha panelni ko'tara oladi. Shunaqa xususiyatga ega. Hozir 10 kilovat zapasi bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ideal elektr jamoamizni nomerlariga aloqaga chiqamiz.